Ma tuğan tuqqanlar hammamiz dolanqoy qiziqimiz, dolanqoyni tushunamiz, shundaymi yo'qmi? Shunda. Mana orasida tushunmayotgan dolanqoy qiziqmayotgan odam yo'q-da? Yo'q. Yo'q. Mishadimiz dolanqoy biqish tarixi eng uzun akimizning qasamlarmishada. Hemece bir şey maşına çıkan az olsun be. Köp kebap kadar. Azma kaç tane çıkan. Şu kökten zaten. Yani şu Ahmetcan bilemizde ticaretçiler. Vallahi çıkıp geldi. Biz maaşımada aşını körep bakmakardıkken biz. Hem böyle şu pul tapımızda da dolan koyunlar biz asasen düşünmeyiz hem de. Zaten tuncu kıtımda katlaşkınımız bizim müşvamıza orası yani. Siz tunjuqdan qiziqishni boshlabsiz ya. Şuna ma Ahmetcan biz baba akufkudek edem. Biz hem de şu Ağılgan Ahmetcan'dan. Siz hozir qo'chqonniki o'rnini qach Ahmetjonga pul yeb qap, bu nurg'un yosh balonni pushaman qo'yib qaptınız. Hiç kadar şaman qilmaydi. Biz mabadamda tunç kıtımı ko'rgan ekan. Bular daydida est qo'chqonchilik bilan hayotini debcha. Yaqla qo'yda. Rahmat aka. Chiqimiz gibi. Allohga. Bir şey dema. Ko'nglimizga. Rahmat. Qason tarixini o'zim Atkan navakenan. At navak. Bak go'shni yada yap bayam. Qo'chqon cho'di bo'lsak biz yo'q mana. Aka siz kelami aka? Sizga bu shu dolan qo'yib oldi, necha yil oldi? Men dolan qo'yib oldim to'g'na hozir menga 20 yil yaqin bo'ldi endi. Men bu dastlabda boshlanishdilakim shu dolan qo'yib aplashgan aralıqda bir qatım taşıtıp yani bunu hazır başlap yani bu işin payını bazı menfaatini köyden asasiyattin. İsminiz nima? Qurban Zinon. Aka men qo'chqoni men desam jig'idan ishonmaydi. Bu kelgan qo'chqon domlaydi bu deb. Siz o'zingiz bir qo'lliq cho'lib men qo'chqoni. Endi ma qo'chqoni bayatin degandek musho Ahmetcan endi buni kichik vaqtida bu paqla vaqtida olibdikan. Mam musho Mahmud Tayarchining cho'ng qo'chqonning bolasi ekan. Lekin endi qo'chqonning amaliyati mana musho. Amaliyat mana ko'pchilik ko'z bo'ludi endi. Endi bundan keyin endi musho bir shikayatdan keyin ish boshlamdoq Başlaydı. Bir shikayat boshsiz bo'lar buni 7 oylik qo'ygan. 7 aylık oldu. 2 kunda biradin qo'yga sig'arsanglar bo'ladi buni hozir. Bo'lganda? Bulduğundan konu olgan kezdi. endi bu ishni bo'lmaysan ma'qulda lekin 2 kunda bir inson kunda boshlavasanlar ajizlab mendek o'ng tushida mava mendek qo'yay shunga 2 kunda men boshlab qilsam musho ko'pchilik amnistini ko'rgan ekan abi foydalansa deyman men Bu da aka hozir qo'yga sammabda shundan. Navbatini ochib pul qarashni o'sha ishni siz bizga aniq topgan. Siz bekitgan. Misal siz bekitmasangiz hammalar qo'shiladi. buningdan bal tushungan hozir manda desa ko'pchilikning qilqiq yoqmay qolamika Boshlaylik aka. mana hozircha mush bal tushkicha bag'i barcha yo'qchilam qiliblam qilmaylimi meningcha bal tushganingizda dehqon qo'shoq qo'yib turmaylimi Manda qildi aka. Ma gap nat bilan bo'ldi. Bunda deb qo'ysak ba'zi haq. Biz ko'm deydi. Aman iniq baharni birna bekitib qo'ysak haqni ko'ngil san bo'ladi. Izoqqa odam menga qo'rqaq qizmaydi. Muqim baharni birna hozir qo'shib etkanda to'm boshlab muqim baharni bir bekitadilar. Mushuni endi meningcha endi lobem meva men ko'pchilik vakolatda menda boshqilim bor Mendizimizin köpçülük. mushum misol mumkin bo'lsin deb mana ikkimiz bir jan chiqib. Mana Men ko'ndan boshladi shuni. Degan qo'zi bilan tushgan vaqtda qo'z qilib ana keyin o'stiramsiz. Yo, Anı güzel yüzden. muvaffaq qilamsiz. shunda ko'pchilik bo'lamda mana Qilvas bo'ladi. Men ko'z o'xshash. Yig'lonlik bu ishga qo'chqanniki navbat men ko'ndan bo'lib ketdi dash. Buldayım zlatayetli kepsler. Gelin mükafım Selim'in koçka bakalım. Ya o zaman cevap atmagan ekan o'sh tushunadi. Hadi son klubunu Gidin bir yerim mutfak. Unda olsa 4. ayının 1-gacha 2,5 ming ko'z faaliyat qildi.
İki qo'shqonoqlar 2 navbat taqaydan pishirmakka bo'ldi. Bir olsa ayrim az Amele. Mayli bo'ldi. Ko'pchilik nima? Dört joyni birigicha uningda eshib ketsa endi uningga bo'lmaydi. Masalanga da. Ha. 2 navbatdan ma qo'shqonoqlar ilvasima bo'lardi. Ha, men Çoğu ilvasima bo'lardi, shundami? Ha. Ha. Ikkisini pishni 2 navbat ilvasima bo'lardi. bo'ldi. Pishirmakka. To'rtinchi joyni birigicha bo'lsa. Bo'ldi, akam qilamiz. Adresan telefon numaringni ol. Adresi Peyazıvat Nahiye 7. Gongsa 19. Dadi. 2. Zo Gazan Toğrak kentte. Telefon numaranı? Telefon numarı 155 69 14 25 58. Ha. Numarani eson tutilib, gap nat bak ustikan badash. Aloqash paydo qoldi qalla. Anda bo'lsa yana bir vaqtim chavak muborak bo'lsin. Mübarek olsun.